100 kvadratdan oshiq bo'lgan xonadon ijaraga beriladi. Qarang. Bag'a mana Oxu, bilasizlar, ag'a flagman. Bag'a mana Dilobarda 10ni poytaxt mavzesi, pastimizda Rahimov School maktabi bor. Maktab bog'chaga lokatsiya zo'r, eski birjani orqasida 10 qavatli domni 8-qavatida mana shu kvartiramiz ijaraga berilyapti. Qarang, mebellari hamma yo'g'i tayyor. Shuni ko'chib kelib yashaysiz xolos. Bu tomonda bitta sanuzil. Ko'rsating tez-tez tog'alaringizga. Ba'da yana bitta xona mana. Qarang. Tayyorda uy. Shuni olib ijaraga olib yashayverasiz maza qilib. Mana yana sanuzil dushoy kabinasi bilan. Ba'da mana bitta mehmonxona. O'rtaga yarim kelib bo'lsa, kutib olib kuzatgani, tayyor stol-stollari bilan. Necha kvadratida o'xshi? 114 kvadratli xonadon. Mana yana bitta mehmonxona. Hamma sharoitlari bilan. Xo'p, ba'da oshxonasi mana. Ikkita balkoni bor. Xolodilnik, pechkalari, hamma narsasi. Duxkontrni kotyollargacha bor. Hamma yo'q tayyor. Ba'da yana bitta balkoni. Zerik bo'lsangiz qurilish tomosha qilib turaverasiz. Hormeli. Ana qurilish bo'lyapti. Yaxshimisizlar? Hey! Ha. Mana eshitadi garderobi. Xullas, mana shu holatiga ijaraga berilyapti. Tushunib oldingizlar, Rahimov School maktabining tepasi, 8-qavat, 114 kvadrat ijaraga uzoq vaqtga o'ta arzon narxda. Like bosib, tarqatib qo'yasizlar.